Sibirda magma plumining yorib chiqish xavfi va bu muammoni hal qilish yo'llari nomli hisobotda Alatra olimlari Sibirdagi magma plumining ushbu mintaqadagi yer qobig'iga zamonaviy ta'siri haqida ko'plab dalillarni taqdim etdilar. Siz shunchalar vaqtida mamlakatingizda nomaqbul deb e'lon qilgan tashkilotning olimlari. Har bir murojaatimda men sizga ommaviy axborot vositalari orqali bu ma'lumotni qanday qilib yashirishga harakat qilishayotganlariga misollar keltirib kelyapman. Buning uchun ular ko'pincha olimlarning fikrlariga tayanishadi. Misol uchun, Rossiya Fanlar akademiyasining yagona geofizika xizmati nomli federal tadqiqot markazi direktori Yuriy Vinogradovning fikriga o'xshash xulosalarga. Men avvalgi murojaatimda bu haqida gapirib bergan edim. O'zingiz ko'rganingizdek, sizni hech qanday tahdid yo'qligiga ishontirish kerak bo'lgan uning ekspertlik xulosasi bu hech qanday ilmiy dalillarga asoslanmagan safsata. Qog'ozga o'rab gapirganda, bu Rossiya Fanlar akademiyasi uchun sharmandalik.